Bo'g'izlangan o'chkini so'ymay turib ichki qarni bilan setish. Savol. Assalomu alaykum. O'chkini shariatga uyg'un holatda bo'g'izlab, qanini oqqizib bo'libla ichki qarnini tozlamay qaynoq suvga besib, tuklarini yo'ndib o'tib, butun holatda sotadigan bir ish chiqib qoldi. O'chkini mushundaq holatda satsak bo'lamdi? Uning go'shti halol bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, ali taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Bu masalaning ikki tarmoqi bor. Birinchi, shar'iy bo'g'izlanib bo'lib, texi so'yilmagan hayvonni setish masalasi. Ikkinchi, so'yilmagan hayvonni qaynoq suvga besib yo'ngdab setish masalasi. Birinchi masalami bir necha ahvolga ayriladi. Go'shtini setish, terisini setish yoki go'shi bilan terisini birga setish. Bu olimlar o'rtasida qarash o'xshash bo'lmagan masala bo'lib, Hanafiy mazhab qarshida shar'iy bo'g'izlanib bo'lib, texi so'yilmagan hayvonning go'shtini satsa joiz bo'lmaydi. Lekin setib olg'uchi malni so'yib, terisini sotquchiga qaytarib beribsa, bu savdo to'g'ri bo'lib ketadi. Bu qarashga asosan shar'iy bo'g'izlanib bo'lib, texi so'yilmagan hayvonning go'shtini sotibsa joiz bo'lishi kerak. Maliki mazhab qarshida so'ymay turib terisi bilan turuqini satsa joiz bo'ladi. Ammo janglab go'shtini sodlashib satsa joiz bo'lmaydi. Shafiy mazhab qarshida bo'g'izlangan hayvonni so'yishdan burun setish joiz bo'lmaydi. Terisini satsun yoki go'shtini satsun yoki har ikkisini satsun o'xshashli joiz emas. Hanbali mazhab qarshida bo'g'izlangan hayvonni so'ymayla go'shtini setish, terisi bilan setish, shundaqla yolg'iz terisini setishmi joiz bo'ladi. Zahiriy mazhab qarshidami so'ymay turib go'shtini setishga bo'lmaydi. Terisi bilan birga satsa bo'ladi. Bu masalada joiz bo'lmaydi deb qaraganlar asosan go'shtning miqdori noma'lum deb turib oladi. Lekin tirik qo'yni turuqi bilan yoki janglab sotgan ahvoldami o'xshashlar bunchalik noma'lumliklar bor. Shunga qiyos jihatdan joiz degan qarash jalloqroq. Shar'iy bo'g'izlanib bo'lib, texi so'yilmagan hayvonni qaynoq suvga besib yo'ngdab setish masalasiga kelsak, qaynoq suvga bosgan ahvolda malning ichidagi va terisidagi nijosat go'shtga o'tib ketishi mumkin. Gerçi suvda joiz bo'lsa-mu, go'sht maynatlashib ketish ehtimolligi jihatdan go'shtni makruh qilib etishi, natijada suvdinimi makruh qilib etishi turg'anli gap. Shunga qaynoq suvga besib yo'ngdab setishga bo'lmaydi degan qarashqa ko'nglim xotirjam bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 80 numurliq fatvo.